Hammaga salom ustalar, qalaysizlar? Tuzuymizlar? Sog' salomatchilik yaxshimi? Biz bugun Andijon viloyati Izboskan tumani GDT Zelnimuz territoriyasida gazoblodni sifatli ishlab chiqaradigan joyni topdik. Shu yerdan bugun biz video obzor qilmoqchimiz. Bu yerga kelishimizga sabab nima? Hozir ko'p gazoblod ishlab chiqaruvchilar, penoblod ishlab chiqaruvchilar ko'p. Biz sizlarga yaxshisini, sifatlisini ilinish maqsadida imенно go'standart bo'yicha ishlab chiqaruvchilarni oldiga kelganmiz. Shu yerdan biz sizlarga video obzor qilamiz. Qani ketdik. Xullas do'stlar, ozgina men sizlarga gazoblog bo'yicha tushuncha berib o'tkazsam, aytgandek biz haligi blogerlikdan ancha uzoqdamiz, o'z kasb-korimiz, ustaligimiz uchun ozgina gazoblog xususiyatlari haqida men sizlarga ma'lumot berib o'tkazsam. Gazoblog xususiyatlari yaqinroq olasiz. Gazoblog xususiyatlari birinchisi nima? Birinchisi bu issiqlikni uyda yaxshi ushlab beradi. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi bu shum izolyatsiya. Uchinchisi nima? Uchinchisi bu yengillik. Siz misol 2 etaj uy qurasizmi, 3 etaj uy qurasizmi, shunga bu ancha yengil, misol fundamentga kuch kelmaydi, seismokolonna regellarga kuch kelmasligini ta'minlab beradi. Endi dalshi gazoblog asosan endi hamma joyda har xil tayyorlanadi. Hozir men bularni pasportini ancha-muncha nima qanaqa qo'shiladi, minus tarafini ham aytib ketaman, ochiqchasiga plus tarafini ham sizlarga aytib ketaman. Video mobaynida ko'rsanglar bo'ladi. Gazoblogni asosan ishlab chiqaruvchilar aytadi, ekologik toza mahsulot endi nima bu? Pisok, sement, qanchadir qo'shiladigan bir dabavkasi. Bu ham bo'lsa qanaqadir bir ximikat bo'lmaydi. Asosan shunga qurilish mahsulotlariga ishlatiladigan mahsulotlardan tayyorlanadi. Gazoblog nimasiga e'tibor berish kerak? Gazoblog birinchi bo'lib tekisligiga. Sababi qachonki gazoblog razmeri har xil bo'lsa, birinchidan bu perrasxod orasidagi rastvoriga, kilesiga bo'ladi. Ikkinchidan uyni tekisligini diagonali bo'ladimi yoki tekis уровень bo'ladimi, shunisini yo'qotadi. Shuning uchun iloji boricha gazoblog olayotganda sifatli, tekis, iloji boricha ideal razmerdaligini olsangiz, birinchidan kiledi hisobiga yutasiz, ikkinchidan shoplari bir xil bo'ladi, ancha-muncha ochiq joy qolmaydi, uchinchidan devoringiz o'ta tekis bo'ladi. Siz bunda suvoq uchun yo bo'lmasa boshqa bir remont ishlarida qiyshiq bo'lib qoladi, boshqa bo'lib qoladi. Shunaqa ishlarda ancha siz byudjet tejaysiz. Xullas do'stlar, blogni tekizligi, chiroyliligi o'z yo'liga. Lekin biz bularda aytganimdek, razmerini, diagonalini toza tekis 90 gradusdaligini tekshirib ko'rishimiz kerak. Buning uchun bizga mana bunday instrument kerak bo'ladi. Xullas bu daji millimetrdan eng kichigina millimetr 10dan birini ham aytib beradi. Shu orqali hozir biz akalarning blogini tekshirib ko'ramiz. Xullas do'stlar, qani tekshirib ko'raylikchi. Tak, biz buni polniy plotniy qadab qo'yamiz. Bu yog'ini ham qadab qo'ydik va ko'rishimiz mumkin 90 gradusga aytyapti. Endi bizga buni tepasi ham juda muhim. Tepasi asosan rastvor qadaladigan joyi 90 gradusda aytyapti. Mana tagi ham qadalib turibdi, tepasi ham qadalib turibdi. Tak, dalshi pastigisini qo'yib ko'ramiz. Tak, pastigisi ham qadaldi. Bu yog'i ham qadaldi. Bu ham 90 gradusda. Yana boshqalarini ham qo'yib ko'ramiz. Bu ham qadaldi. Qadaldi 90 gradus. Bu ham 90 gradusda. Bloglar 90 gradusda. Bu bizni xursand qiladi. Ustalarimiz ishi yana ham chiroyli chiqadi. Qadaldi. 90 gradusda. Yaxshi, sifati yaxshi. Endi biz buni qanday kesilish jarayonini sizlarga ko'rsatamiz. Xullas do'stlar, hozir biz sizlarga buni qanday tayyorlanishi, quyilish jarayonini ko'rsatib ketamiz. Hamda shu mobaynida buni oddiy xomg'ish, pishig'ishga qaraganda farqini ham aytib o'tib ketamiz. To'g'ri, oldin qurilishlarda, katta qurilishlarda pishig'ish ishlatilgan. Pishig'ish bu ancha-muncha issiqlikni ushlaydi, ancha devorning mustahkamligini ushlaydi. Lekin hozir boshqa davr keldi. Hozir iloji boricha ekonomiy, ekologik toza mahsulot, eng qizig'i misol katta binolarga og'ir yuk bo'lishini o'rniga shu gazoblogdan foydalanishyapti. Hozir biz sizlarga
buni videosini olib ko'rsatamiz, qanday quyilish jarayonini. To'g'risi men bu yerda 4-5 ta gazoblo ishlab chiqaradigan joydagilar bilan ko'rishdim, gaplashdim. Unisi aytdi, bu yerda reklama qilaylik, bunisi aytdi. Bu yerda gap o'zi reklama haqida emas. Bu yerda qanday sifatli ishlab chiqarilishini ko'rish, xullas sifatlisini sifatsizini ajratish maqsadida. Sababi ko'p joylarda bilsanglar bochkada aralashtirib o'zlari samodelniy tayyorlangan qalblarda quyishadi. Men hozir bu joyga kelganimga sabab nima? Iloji boricha bu yerda qo'l mehnati kam. Sababi asosan rastvorini kerakli massada qanchadan dabavka bo'ladi, nima dabavka bo'ladi, buni asosan kompyuter o'zi bajaradi. Bu yerda qo'l mehnati shu taxlashga yo bo'lmasa shu qolipidan yechishga bo'lsa bo'ladi, shu xolos. Boshqa bu yerda haligi nimanidir oz qo'shish, nimanidir ko'p qo'shish degan narsa bo'lmaydi. Xullas ketdik. Hozir birinchi quyilganlarni ko'rsatamiz. Keyin hozir bularni bir qator olganimizdan keyin shu yerdagi ishlayotgan akalarimizdan bir qator ishlab chiqarishga qanday nima qanchadan qo'shiladigan pasportlarni ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Xullas do'stlar, hozir biz quyilish jarayonini ham syomka qildik. Endi hozir bu kesishga tayyorlanayotgan holati. Bu yerda tashkil qilgan shu Farhodbek akamiz bilan assalomu alaykum aka, tuzimisiz? Sonlarni yaxshimi, tuzimisiz? Aka, to'g'risi men bir ikkita joyda shunaqa gazoblo ishlab chiqaruvchilarning endi videolarini ko'rganman. Qalbni ichida listlari bo'ladi. Qalbni ichida listlari bo'ladi. Nima uchun u holat menga yoqmagan? Sababi qalbni ichidagi listlari rastvor quygan paytda har xil tarafga o'ynab ketadi, bloyder har xil razmerda chiqib qoladi. Razmerdan chiqarib oladi. Sizda уже как раз tayyor shablon bilan syomka qiling-da bu yog'ini. Tayyor shablon bilan hammasini orasi bir xil razmerda kesilar ekan. Shunaqa. Bu sababi buni foydali tarafi nima? Aytganimdagi uy qurilish jarayonida sizni suvog'idan yo bo'lmasa orasidagi rastvoridan ancha sizni ekonomishlik qiladi. Biragi joylarda uy qurganimizda 2 tonna kerak aytsak 4 tonna ketib qoladi. Sababi nimaga? G'ishi standartli emas. Aka, bu qancha soat turadi? Bu quyilib chiqqandan keyin, mishalkadan chiqib nima bo'lgandan keyin 3 soat, 3,5 soatda yetiladi. 3 soat, 3,5 soat yetiladi. Bu xonamiz eshik derazalari yopiladi. Endi hozirgi kunda haroratga qarab ishlanadi. 3 soat, 3,5 soatda mana bu reskamizga keladi. Bu reskamizni ham spesialniy o'sha yaxshi anaqa qilib qildirganmiz. Sababi mana talkatillar endi o'rnatyapmiz. Mana unga borib qadaladi. Qadalgandan keyin tormozlari qo'yilib millimetrga ham даже anaqa razniца qilmaydi. Shu hozir aka men video davomida uni ham qo'yib ketaman. Asosan mo'llarda oralarini, razmerlarini bir xil standart. Aka, keyin bundan keyin bu yerdan hozir bu tayyor bo'lgandan keyin bu kesiladi. Keyin solqinda yana bu quritiladi. Keyin bu chiqadi, bu tomondagi relsimizga o'tadi. Bu yerda solqinda quritiladi. Solqinda 8 soat, 9 soat quritilgandan keyin paddondan yechib paddonlarga olamiz. Paddonda ham где-то 3-4 kun turadi. Paddonda ham 1 ish kunidan 8 ish kunigacha turadi. Sababi aka, bir ikkita joyda blog olgan joylarimizda bilamanki, bugun quyib turib ertaga chiqarib beradigan joylar ham bo'ladi-da. Lekin uyda egasiga ko'proq aytaman, akalar, iloji bo'lsa bir 4 kun, 5 kun turgan. Sababi o'zini holatiga kelib olish kerak, o'zini zichligini o'ziga to'plash kerak degan fikr bo'ladi. To'g'ri aytyapsiz, gapingizda jon bor. Buni siz aytganda 3 kunligini ham olib borib devorlarga qo'yib olyapti, lekin buni o'zi 1 ish kunidan 7 ish kunigacha saqlab biz kerakli temperaturada, ya'ni quyosh nurini primoy tushmaydigan holatda saqlaymiz. O'zi asli sement 28 kunda to'liq ishlab bo'ladi. Endi bu 7-8 kunda bizlar qurib olgandan keyin devorda ham sement yana ishlashda davom etadi. To'g'ri. Aka, keyin biz hozir video davomida aytib ketdim. Sizda asosan rastvor tayyorlab beradigan stanogingiz kompyuterlashgan. Unga odam hech qanaqasiga bir 100 gram sement kamroq tashab, 50 gram suvni ko'proq qo'shib qo'yadigan holat yo'q, a? To'g'ri aytyapsiz. Inson omili aralashmaydi rastvorda. Aralashmaydi rastvorda. Asosiy qo'shiladigan qo'shimchalarimizga ham chunki tarozida sement asha 100 belgilangan kubasiga belgilangan sement tushganda o'zi avtomatik to'xtaydi u yoqdan olishi. To'shni qumda ham shu, suvda ham gradusga tushganda ochadi. Suv ham gradusida to'ladi. Suv ham graduslariga bog'liq. Endi hozir bo'ldi, tushundim aka. Aka, keyin bu hozir men imminni videoda boshida ham aytib ketdim. Iloji boricha videoda boshida aytib ketdim. Men sizlarni surishtirib kelgan joyim shu bo'ldiki, Go standart bo'yicha gazoblo ishlab chiqaradi. Ko'pchilik hozir uyda bochkada ishlab chiqarayotganlar bor. Men chunki YouTube'dagi obunachilarga aytganman, shtobi sifatli bilan sifatsizda farqini ajratib olishimiz kerak deb. Siz hozir buni qaysidir retsept bilan, qandaydir qog'oz bilan retsept bilan hozirgi kunda muvofiqlashtirish sertifikatiga hujjatlar topshirib qo'ydik. Gazoblolarimiz mana texnik pasportlari yaratildi.
laboratoriyadan o'tkazdik. Xudo xolasa, hammasi ijobiy. Endi shu bizda birinchi darajada shu sifatni ko'tarish, aslan biz o'z mahallamizga, mana shu atroflarimizga savdo qilyapmiz. Endi boshladik. Demoqchiman, ular olib borib devoriga o'rnatgandan keyin ham turishi bizga muhim. Shuning uchun biz pasportlarni ham yaratdik. Mana qo'shiladigan nimalarini ham to'liq qilib qo'ydik. Hozirgi kunda biz ko'proq 500 markali blog ishlab chiqaryapmiz. 500 markali. Sababi 500 markali laboratoriyada ham, go'stonlar bo'yicha ham devorlarga mumkin. Endi 600-700 liklar ham bo'ladi. Ular endi sanoat binolari uchun, keyin maxsus toifalangan obyektlar uchun unaqa ishlab chiqariladi. Aslan biz 500 markada. Lekin xullas aka sizga zakaz qilsa, markasini qizig'i yo'q. Markasini qizig'i yo'q, chiqarib beramiz. Qaysi zakaz bo'lishidan qat'iy nazar ular qayerga ishlatilishiga bog'liq bu narsalar. Shu sanoat hududiga bo'lsa boshqacharoq chiqariladi, to'g'ri. Xullas men bu texnik pasportini video davomida sizlarga qo'yib ketaman. Bemalol kimdir qiziqqanlar bo'lsa, tanishib chiqishlari mumkin bo'ladi. Xullas aka, sizga rahmat katta. Rahmat. Ancha katta ma'lumot berdingiz. Yana biz bu yerdan ozgina videolar qilamiz. Sizga ham vaqtingiz olmay. Xo'p, rahmat. O'zingizda ham kerakli ma'lumotlar bor ekan. O'zimizda sababi men misol aytgandek blogerlardan farqimiz nima? Misol usta bloger bo'lishi mumkin. Shuni isbotlamoqchiman. Hozir maqsadim shu. Usta bloger bo'lishi mumkin, lekin bloger usta bo'lish qiyin. Sababi uning uchun yillar kerak bo'ladi. Kami 5-10 yil shu sohada ishlash kerak, o'rganish kerak, nima yaxshi, nima yomon buni ajratish kerak. Shuning uchun do'stlar, ustaligimizdan foydalanib, sizlarga foydamiz tegsa, bundan xursandmiz. Akamizni lokatsiyasini yozib ketaman. Telefon nomerini ham qo'yib ketaman. Bemalol bog'lanishinglar mumkin bo'ladi. Agar sizlar ham kelib turib, misol aka video davomida aytib ketaman, kelgan odamga pasportini so'rasa, qanday mahsulot ishlab chiqarilayotgan bemalol ochiq oydin shu ochiq oydin ko'rib, qanday ishlab chiqariladi, qayerda ishlab chiqarilyapti, qancha misol zakaz berasizlar, bemalol kelishib. Tak do'stlar, hozir shu ideal holatda 90 gradusga kesilayotgan holat mana shu. Shuni sizlarga ko'rsatyapmiz. Bu 90 gradusda tekis kesilishligi uchun dajmon tagidagi turgan relslar ham uровеньda bo'lishi kerak. Mana o'rnatilgan stanogan uровеньda bo'lishi kerak. Shunda tekis 90 gradusga oralari bir xil bo'lib kesiladi. Tak, akamizni kesishlarini ko'rsatamiz. Bu endi betini silliq kesilishligi. Betidagi ortiqchasi olib tashlanadi. Ortiqchasi olib tashlanadi и betidan правильlarda olinadi. Betini olguncha mana bu yerga kesilib bo'ldi. Qo'yilyapti. Mana blok nimani hisobiga tekis chiqyapti. Endi buni ham kesishadi. Qolipini yechishyapti. Xullas do'stlar, shu tariqa bloklarimiz kesilib chiqyapti. Aytganimizdek, asosan buni tagida relslari и shuni kesadigan ustagamizni liniyaga qo'yib kesish o'ta muhim. Shu asosan blokda tekisligiga xizmat qiladi. Xullas do'stlar, bloklar turishini qaranglar, liniyasini, tekisligini. Gap yo'q ama. Tadbirkor akalarimizga qo'yil.